Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xayrli kech. Bugun 8-kun alhamdulillah. Zalga chiqish sekin-sekin odat bo'lib shakllanyapti. Alhamdulillah. Bugun mazza trenirovka bo'ldi. Qo'lda oldi, orqasi deltaga ishladim. Zalda. Odam ancha kelmay qoldi. Bir 7:40larda zalga kirib kelganman. Shundan beri shug'ullanyapman. Примерно 9 mana 9:30 bo'lyapti. Почти 2 soat. Shug'ullandim. Mazza. Kelgan paytimda odam ancha ko'p edi. Hozir endi o'zimcha shakllantiryapman. Zalda shug'ullanish davomida muzika eshitgandan ko'ra biror bir foydali audio kitob yoki podkast eshitib shug'ullanishni odat qilib shakllantiryapman. Но зато хотя бы shug'ullanayotganda aytishlaring mumkin, чтобы hech narsa miyaga kirmaydi, kachasa qilayotganda e'tibor boshqa yoqda bo'ladi, vнимание atrofda odamlar o'tadi, tем более mana bunaqa ощущение uchun muzika qo'yib qo'ygan bo'ladi, bu ham ishlatiladi deyishi mumkin. Yo'qdan ko'ra хотя бы bitta yangi keys olsam ham o'shani o'zi menga katta foyda degan maqsad bilan xudo xolasa kitob eshityapman. Mana bunaqa zo'mizim bor. Yo'qda qo'llash shug'ullanyapti. Короче, zal zo'r. Odam mazza shug'ullanadi. Ozgina tana o'zgargandan keyin odam bahri dil ochiladi. Ular shunaqa